Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Mana Andijon mashina bozoridan gapiramiz. Mana 3 tami 4 ta mashina olib chiqib qo'yganmiz. Savdolar yo'q. Mashina odamlar mashina olaman deb yuribdimi yo o'ylanib yuribdimi? Hayron qolasiz, lekin odamlarda pul qochdi deymiz, lekin Samovarga borsiz, odam to'ldir. Qoraqo'yga borsiz, unda odam to'ldir. Shahmardonga borsiz, unda odam to'ldir. O'zimizning vodiyliklar, anjolilar. Qayerga borsiz, Chorvoqqa borsiz ham odam to'ldir. Turkiyaga borsiz ham dam olayotgan odamlar, o'zbekistonliklar, odamlarda pul qochdi deymiz, lekin pul qochganga ham o'xshamaydi, lekin odamlar o'ylanyapti-da shuda. Bir 97% odam kreditga cho'milib bo'ldi-da. Lekin pul yo'q deyapmiz, lekin Samovarda, shashlikxonalarda hamma joyda odam liq to'ldir. Endi hammamizni savdomizga baraka bersin. Shu hayron qolib mana bozorlarni kuzatishda davom etyapmiz. Kundan kun mashinalarda narx pastlayapti, tushyapti. Mana endi labimiz baraka bo'lib shekilli ketyapti-yu mana. Aziz qadrdonlar, kelaverasizlar mashina bozorlarimizga. Xizmatlar bo'lsa, bemalol takliflar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.